Oy, nimani hidi kelyapti bundan? Agar kalla pocha haqida siz ham shu fikrda bo'lsangiz, hoziroq o'tkazib yuboring. Qanaqa qilib yemaslik mumkin bu go'zallikni? Agar siz ham menga o'xshab kalla pocha deganda o'zingizni tomdan tashlashga ham tayyor bo'lsangiz, ekran qarshisiga yaqinroq kelib oling. Bugun bir kalla pocha xo'rlik qilaylik deb Yunusobod betonkadagi chashmaga keldik. Kalla pochaning komplektida tuyoqlari, butun kallasi, xaspi va qorin go'shti bo'ladi. Bitta faktni aytsam, bu yoqqa men 3 yildan beri kelaman, lekin yildan yilga mazasi yaxshilanib boryapti. Bu safargisi ham menga juda ham ma'qul keldi. Yoki kalla pochani yozi bilan rosa sog'inganman. Sizga o'zi kalla pocha yoqadimi yo'qmi? Izohlarda yozib qo'ying. Shu videoni kalla pochani sevadigan tanishiga yuborib qo'ying. Sezon boshlanishiga ham ozgina qoldi. Shu komplekt kalla pochaning narxi 480 ming so'm. 5-6 kishi bemalol yesa kerak. Bu yoqda porsiyalar ham sotishadi. Bir porsiyasi 70 ming so'm. Bu yoqda xohlovchilar uchun 5 barmoq ham bor. Ko'rib turganinglar, atiga bitta porsiya. Faqat kalla pochani sog'indimmi desam, 5 barmoqni ham rosa sog'inib qolman. Xullas kelib, maza qilib mehmon bo'lib ketsanglar bo'ladi. Sizlar sog'ingan taomlar Chashma 5 barmoqda. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Yunusobod Betonka Turkiston restoranining oldida joylashgan. To'liq lokatsiya Telegram kanalimda.